Mana shu siqta shili har ko'rganimda g'ashim kelyapti. Yo'q, tegma dedim, yo'q. Uf, ishlatgandan keyin shuni to'kta olib yig'ib qo'ysa-da joyiga. Yostiqni ishlatgandan keyin majnaq qilib qo'ysa bo'ladi-ku, majnaq qilib. Yaxshimisan, Zeb? Gilam qani? Voy, g'ashim kelib ketdi, olib tashladim. Ish qilib meni yashayotganimga g'ashing kelmasa bo'ldi-da. Umid aka, keling, men buni olib tashlaylik. Qarang, bu siz qanaqa chiroyli tekistirardi. Bu narsa bo'lsa o'zing qo'ling bilan artasanmi? No, olib tashlaylik, chiroyli turardi. Jinicha kiribdi-da. Zebo mamtga qo'ygan karobkam qani? Mas yetganman o'ta narsa turmasin, g'ashim keladi deb. Qaqqa tiqding yana. Hamma narsani qo'yadigan xonamga. Yur ko'rsatchi. Mana shu yerda. 5 yil oldin yo'qotgan narsaman bor, ha? Men keldim. Nimaga kelding? Dumaloq video tashladingni, uyini isqirib yag'irligini ko'rib g'ashim kelib ketdi. Tez tur yig'ishtiramiz. Kirishingda kir yig'ilib yotishini qara. Mana Timsni yusing bo'ladi shunda. Avtomat, qo'l avtomat, qo'lda ham yusing bo'ladi. Mana bunisini qarang, mashina ikkita dona qo'shib o'radigan bo'lsang, zo'r hid beradi kiyimlarga. Bu bilan chirklarni ketqizasan. Voy, mana buning hidi vashi zo'r ekan, Zebo. Ham hidi zo'r, ham yaxshi tozalaydi. Olsan ham. Shunaqa tez-tez kelib tursang bo'lar ekan o'zi. Endi qaytib kelmayman uyingga bor-ku. Nimaga mana keldingmi? Endi uyingni kirligini ko'rsin etsam, yerim hayda bordi. Hey now, you're an all-star, get your game on.